21-sentabr Xalqaro kechirim tashkiloti Yevropa shirkatlari kishilik huquqini dafsanni qiluvchi Xitoylarga nazorat qurollarini setib bermoqda nomli dokument e'lon qilib, Fransiya, Shvetsiya va Gollandiyadagi 3 shirkatning Xitoyga nazorat kameralari uchun ishlatiladigan chiroy tonish texnikasi va tor kamera sistemasini setib berganligini, Xitoy hukumatining bu xil sifirlashtirilgan digital nazorat kameralarini Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarni keng ko'lamda ta'qib ostida tutish uchun ishlatayotganligini ko'rsatgan. Dokumentda osmonda tor va o'tkir ko'z nomli bu sifirlashtirilgan yumtallar Xitoyda fuqarolarni nazorat qilish uchun umumyuzlik yo'l qo'yilayotgan bo'lib, Xitoy soqchi doirasi nazorat sohasida hech qachon bo'lib boqmagan kuzatish qurollariga erishgan. Bu biologiyalik kuzatish qurollarining Sharq Turkistonda o'rnatilmagan yerlar qamagan. Uning bilan 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa millatlar atalmish qayta tarbiyalash markazlariga qamalgan. Agar Yevropa ittifoqi Yevropa shirkatlarining bu xil texnikalarni Xitoyga davomli setishiga yo'l qo'ysa, ularning Sharq Turkistondagi sistemalik bostirishlarga cheklama qo'yish irodasi qo'rq gapga aylanib qoladi deganlar bayon qilingan. Xalqaro kechirim tashkiloti Yevropa shirkatlarining Xitoyga setib bergan Sharq Turkistonda yo'l qo'yilayotgan o'xshash bo'lmagan 3 xil digital nazorat texnikasini aniqlab chiqqan. Fransiyaning chiroy tonish yumshoq detali magnati cheklik shirkati 2015-yili Shanxay soqchilarini chiroy tonish texnikasi va fiziologik farqlantirish sistemasi bilan ta'minlagan. Shvetsiyaning AXIS shirkati Xitoyni tor kamera sistemasi bilan ta'minlab, Xitoyning nazorat sistemasini zo'r darajada yuksaltirgan. Tor kamerasi orqali bexatar nazorat bilan shug'ullangani va yiroqdan nazorat qilish maqsadiga yetkili bo'ladi. Ya'ni 360 graduslik doirani, 300-400 metr oraliqni kuzatgili bo'ladi. Mazkur shirkat o'zlarining Xitoyning nazorat sistemasining taraqqiyoti uchun qo'shgan bu tuhfalar uchun maqtangan. Xitoy qonun organlari ularning mahsulotlarini bir qancha qatim tavsiyalik mahsulot qatoriga kirgizgan. Gollandiyaning Noldos nomli quchur texnika shirkati Xitoyning jamoat xavfsizlik organlari va boshqa qonun organlariga hissiyotni farqlantirish sistemasini sotgan bo'lib, insonlardagi xushalanish, qayg'urish, ochiqlanish, hayron bo'lish yoki saskinishdagi chiroy ifodalarini avtomatik holda tahlil qila oladi ekan. Dokumentda tilga olingan biologiyalik nazorat sistemasi chiroy tonish iqtidoriga ega bo'lgan yumtallarni o'z ichiga olgan bo'lib, inson tabiatiga tajovuz qilish xarakteri eng kuchli bo'lgan sifirlashtirilgan nazorat texnikasi hisoblanadi ekan. O shaxslarning fiziologiyalik aloyidaliklariga qarab farqlantirish, iz qo'g'lab nazorat qilish iqtidoriga ega bo'lib, shaxsiy maxfiyatlik, so'z va diniy erkinlik, yig'ilish erkinligi qatorliqlarga og'ir tahdid paydo qiladi ekan. Xalqaro kechirim tashkiloti dokumentida Uyg'ur qatorliq millatlarga og'ir darajada ziyonkashlik qilayotgan Yevropa shirkatlarining yuqoridagi yumtallarni Xitoyga setib berishiga qarshi jiddiy tadbir olishni talab qilgan.